Barchaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan Xavra Global kompaniyasini Big Office bo'yicha ozgina tushuncha berib o'taman. Tak, bu yerda qanday mahsulot zakaz qilinadi va qanday karyera olganingiz va ballaringiz va gruppalaringiz qanday ko'rinadi, shularni hammasini o'rgatib o'taman. Birinchi ko'rib turganingizdek, bu yerda siz qaysi paket bilan kirganingiz va binardan keladigan ballar va binardan keladigan ballar va undan tashqari qancha ishlaganingizni ko'rsatib turadi va o'ng tomonda ko'rayotganinglardek bu yerda karyera haftalik karyera bor va ularni ballari ko'rsatilgan. Va undan tashqari mana tepada ko'rib turganingizdek organizatsion degan joyi bor. Bu yerda bosganingizdan keyin bu yerda ham chap qo'lga, o'ng qo'lga va o'rtadan bemalol insonlarni shu Big Office orqali ro'yxatdan o'tkazish ko'rsatilgan. Mana chap qo'lni bosadigan bo'lsak, bu yerda sizni yo'nalishingiz bo'yicha sizni taklifingiz bilan bu yerdan o'sha insonni Big Office'ini ochib mahsulot zakaz qilsanglar bo'ladi. Keyingilari bu yerda reklamalar chiqib turadi. Kompaniyani, firmani o'zini qanaqa reklama chiqsa, o'shalar polni bu yerga qo'yilib keladi. Va undan keyin mana bu yerda chap tarafda uyalik belgilarim degan joylari bor. U joyga bosamiz. Bu yerda polni dalillar chiqib keladi. Birinchisi mana ko'rib turganingizdek alış-verish linki. Ya'ni siz bitta mahsulotni olib internetga yoki Telegram yoki Instagram, TikTokga qo'yganingizdan keyin uni tagidan biosini yozasiz va biosini yozganingizdan keyin u yerda mana shu linkni qo'yishingiz bo'ladi. Hozir buni ham ochib ko'rsatib beraman. Tak, buni kopirovat qilamiz va bu yerdan chiqazamiz. Mana bu yerda bosganimizdan keyin o'sha inson shu link orqali kiradi. Bu yerda polni kompaniya haqida, binar qanaqa pul qilsa bo'ladi, Big Office haqida ma'lumotlari bor va undan tashqari transdermal mahsulotlar bor, ichadigan mahsulotlar va go'zallik mahsulotlarini polni ko'rishingiz mumkin va narxlarigacha polni ro'z chiqazib beradi. Bu juda yaxshi narsa. Ya'ni qanaqa? Bitta inson shu kompaniyaga a'zo bo'lmasdan turib, shu mahsulotni sotmoqchi bo'lgan insonlar bo'ladi ba'zida, yoki qo'lingda ber deydi. Ularga aytasiz, mana shu link tashlab berasiz. Shu link orqali bemalol mahsulotini sotib oladi va sizga kerakli ballari o'zi tushib kelaveradi. Keyingisi esa o'ng qo'limiz. Bu o'ng qo'limiz boya aytib o'tganimizdek ro'yxatdan o'tkazish uchun bu binarda, ya'ni ikkita qo'l bo'ladi, chap qo'l va o'ng qo'l. Bittasi sponsor taraflama, ikkinchisi esa o'zingizni zaif qo'l hisoblanadi. Bu yerda o'zingiz karyera qilmoqchi bo'lsangiz, gruppa bilan ishlayotgan bo'lsangiz, chap tomon, o'ng tomon qilib bemalol karyeralarni olsangiz bo'ladi. Va undan tashqari mana bitta serbast qayd linki degan joy bor. Bu yer ham xuddi shunga o'xshagan, faqat uni link orqali ro'yxatdan o'tkazganingizdan keyin u xohlagan joyga, xohlasa chap tomonga, xohlasa o'ng tomonga tashlab beradi. Ya'ni o'sha nima deydi? Bitta inson kirmoqchi, chapda ham, o'ngda ham xohlagan joyga tashlamoqchi bo'lsangiz, mana shu link orqali berasiz. Shu link orqali ro'yxatdan o'tkazadi. Boyaga aytib o'tganimdek, mana bunaqa bo'ladi. Bu yerda sizni sponsor, ya'ni sizni taklif qilgan odam link berdi, o'sha odam ismi chiqib keladi. Undan keyin adreslari chiqib keladi. Email adresingizni kirgizasiz, nickname'ingizni kirgizasiz, parolni kirgizasiz va parolni takrorlash va ismingizni yozasiz, familiyangizni, qachon tug'ilgan yilingiz, oyingizni yozasiz. Keyin yana bitta narsasiga e'tibor bering. Bu yerda individualniy degan narsasi turadi. Shuni bosganingizdan keyin bunga tekinmisiz. Bu turaveradi shunday. Va undan tashqari natsionalnost turibdi. Bu natsionalnostga bosadigan bo'lsangiz, qaysi davlatdan kirayotgan bo'lsangiz va qaysi davlatga tegishli inson bo'ladigan bo'lsangiz, masalan O'zbekiston bo'lsangiz, O'zbekistonni belgilaysiz yoki Rossiya bo'ladigan bo'lsa, Rossiyani belgilaysiz. Va shunga qarab dalillari bu yerda o'zgaradi. Tagidan esa mana hozir O'zbekistonni belgilaymiz. O'zbekiston belgilaganingizdan keyin bu yerda pasport serial nomeringiz, masalan AB bilan boshlanadigan pasport serial nomeringizni yozasiz. Va undan keyin bu yerda ham xuddi shunaqa O'zbekistonni belgilaysiz. Pastida уже telefon raqamini kirgizish degan joyga O'zbekistonda boshlang'ich 998 dan boshlangan telefon raqamlari chiqib keladi. Va bu yerda adresni yozasiz. Va yana Toshkent shahar bo'ladigan bo'lsa, Toshkent shahar, Toshkent viloyat bo'ladigan bo'lsa, Toshkent viloyatiga yozasiz yoki bu hamma qaysi
nima deydi, shu Toshkent shahar, masalan Toshkent shahar deb yozadigan bo'lsangiz va qaysi rayon, qaysi rayonda yashaysiz, o'shalarni polniy dalillarni kirgizasiz va bu yerda o'sha ro'yxatdan o'tganingizdan keyin polniy mana shunaqa ochadi. U yerda kirgizgan adreslaringizni mana bu yerda polniy chiqazib beradi. Va keyingisiga o'tamiz. General belgilar, qaysi o'lkadan kirayotganligingiz va boya aytib o'tgandek pasport danilari chiqib keladi. Keyingisi esa bu yerda back office'ga kirish uchun login paroli bo'ladi. Bu yerda eski loginingizni terasiz va yangidan qolib o'zgartirsangiz bo'ladi. Keyingisiga kiramiz. Keyingisini bosganimizdan keyin bu yerda adres belgilarim, ya'ni adres. Bu yerda adresingizni belgilaysiz. Buni ekra degan joyga kirganimizdan keyin bu yerda o'zi oynalar ochilib keladi va bu yerda O'zbekiston bo'ladigan bo'lsa O'zbekiston belgilaysiz. Qayer bu, ishmi, uymi, qayer bo'lsa o'sha yerda belgilaysiz. Masalan, uy bo'ladigan bo'lsa uyda yozasiz. Sizga ism, familiya, telefon raqamingiz, qaysi shahardansiz, shahar markazini belgilaysiz, adresni yozasiz va pochta kodini va bu yerda ikkita belgi chiqib keladi. Siz birinchisida turaveradi, keyingisiga tegmasangiz ham bo'ladi. Bu yerda ism, familiyangiz. Keyingisi esa bank hisoblarim. Bu yerda ekla degan joyi chiqadi. Bu yerda bosganimizdan keyin uje siz bank hisobingizni kirgizmoqchisiz. Bu ishga kirganingizdan keyin uje bank hisobingizni kirgizadigan bo'lsangiz, bu yerda qaysi bankda, masalan, Kapital bank bo'ladigan bo'lsa, Kapital bank deb yozasiz. Tagiga esa Kapital bankda qaysi filiali bo'ladigan bo'lsa, shu filiali bor va shuba kodi degan narsasi bo'ladi va shift kodi bo'ladi. O'shalarni kirgizasiz. Ularni Google orqali yozsangiz chiqarib beradi. Bu yerda hisob raqami, ism, familiya chiqib beradi. Keyingisi esa hisob raqami va o'zingizni pasport dalingizni kiraverasiz va bu yerda 20 yoki 30 bilan boshlanadigan hisob raqami bo'ladi. Masalan, Kapital bank ochganingizdan keyin programmasiga kirsangiz, pasportda ustidagi 16 talik emas, balki hisob raqami chiqib keladi. U yerda juda ko'p raqamlar, 20 tadan oshiq bo'ladi, adashmasam. O'sha narsani kirgizasiz. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi esa boyagi aytib o'tganimdek, buni ruschaga o'tkazib oling. Keyingisi esa upravlение komanda, ya'ni yangi odam qo'shmoqchi bo'lsangiz, boyagi chap qo'l, o'ng qo'l va taxminiy tajriba beradigan qayd chiqib keladi. Keyin o'zingizni organizatsiyangizni ko'rsangiz bo'ladi. Sizni nechta odamingiz bo'ladigan bo'lsa, bu yerda hammasini chiqarib keladi. Aktivmi yoki aktiv emasmi? O'shalarni ko'rib olsangiz bo'ladi. Qaysi qo'lga tushgani. Mana bu yerda ko'rib tursiz, qizil X bo'lsa bu aktiv emasligi hisoblanadi. Bu esa binar, ya'ni hozir bu narsani ham ko'rsatib o'taman. O'sha narsasini ham ko'rsatib beradi. Keyin esa mahsulot zakaz qilganlarni ko'rsangiz bo'ladi va karyeralarni ko'rsangiz bo'ladi va uni tagidagi odamlarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Bitta ism, familiya va email adreslari chiqib keladi. Mana keyingisi binarga o'tamiz. Binarga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, mana bu men bo'ladigan bo'lsam, buni chap tarafimdagi va o'ng tarafimdagi odam. Masalan, o'ng tomondagi odamni ko'radigan bo'lsam, ustiga bossam, o'sha yerda chiqarib beradi polniy danlilarini. Karyerasi bormi, yo'qmi, nechta odam borligini chiqarib beradi. Keyin chap tarafdagini bossangiz ham xuddi shunaqa. Va undan tashqari har bitta odamni qayerga registratsiya qilishini ko'rsatib qo'ygan. Masalan, men bo'ladigan bo'lsam, chap tomonimdan mana noviy registratsiya degan joy chiqib keladi. Bu yerga bitta odam qo'ysam bo'ladi. O'ng tomoniga esa yana bitta odam qo'ysam bo'ladi. Buni tagidan hozir yo'qligi uchun buni joy bor, bitta odam borligi uchun buni tagidan ko'rsatadi. Mana bitta noviy registratsiya X qilib qo'yilgan dumaloq bilan. Bu esa mana buni meni tagimdagi odamlar qo'yadigan joylari ko'rsatilgan. Bu qismiga o'tadigan bo'lsak, bu qismida masalan siz aktivligingiz o'chgandan keyin
sponsor tarafdan keladigan ballar bo'ladi. O'sha ballarni polni bu yerda ko'rsatib turadi. Keyin buni informatsiyaga o'tamiz. Pastki tarafda buni tagiga. Bu yerda karyeralar chiqib keladi. Mana buni bosamiz. Qaysi yil? Masalan, 2024 bo'ladigan bo'lsa, keyin buni haftaligi bo'ladi. 52 ta hafta ko'rsatilgan. O'sha haftalari bemalol kirib, qolganini ko'rsangiz bo'ladi. Mana buni bosamiz. Tak, bu yerda yo'q ekan. Buni 2025 qilib. Mana shuni bosganimizdan keyin polni o'zi chiqazib beradi. Hozir narxlarni ham ochib ko'rsatib beraman. Tak, bunisiga o'tib qo'yaylik. Tak, 2025. Tak, ikkinchi hafta. Tak, betlari ochmayapti. Xullas aytganda, bu yerda polni yiliga qarab tanlaysiz. Qaysi yil kirgan bo'lsangiz, 18 hafta ko'rsatilgan. O'sha 18 haftani xohlaganini bosib tursangiz, tagidan birinchi va ikkinchi, uchinchi qo'llaringizni ko'rsatib beradi. Bu yangi akkaunt bo'lgani uchun yangi akkauntdan zapis qilyapman. Keyingi esa zakazlarga o'tamiz. Upravlение paketiga kiramiz. Bu yerda 3 xil paketimiz bor: Classic, Elite va Premium. Bu yerda polniy mahsulotlar ko'rsatilgan, nomlarigacha ko'rsatilgan va narxlarigacha. Xohlagan paketlaringizni belgilaganingizdan keyin, masalan, eng kichkina paketimiz $95 bilan $100 olasiz bo'ladigan bo'lsa, bu yerda kerakli mahsulotni zakaz qilganingizdan keyin, masalan, klassik qiladigan bo'lsangiz, masalan, $100 dan oshgan bo'lsa, bu yerda ko'rsatadi. Mana siz klassik paketni to'ldirdingiz va sizning общий hisobingiz $122.62 deb ko'rsatadi va klassik chiqdi deyiladi. Agar elit qiladigan bo'lsangiz, uni orasida qolgan summani chiqarib beradi sizga. Masalan, 97.50 bo'ladigan bo'lsa, $342 qolganini ko'rsatib bergan. Va undan tashqari bu 25% skidka, bu 35%, bu eng katta premium paketimiz esa 50% gacha. Qancha katta bo'ladigan bo'lsa, shuncha mahsulotlarimiz skidka bo'ladi, ya'ni 50% gacha. Va undan keyingi zakazlarimizni ko'ramiz. Keyingi qatorimizni bu yerda zakazlarni ko'rsangiz bo'ladi. Nima zakaz qilganlaringizni, polni mahsulotlarni, qaysi mahsulot zakaz qilinganlari, polni istoriyasi chiqib keladi. Va undan keyingi qatorimizda esa служба поддержка, ya'ni sizda bir kabinet bo'yicha bir problema yoki muammo bo'ladigan bo'lsa, shu поддержкаga yozasiz. Endi shu bo'layotgan muammongizni rasmga olasiz. PDF ko'rinishda qilganingizdan keyin bu yerga kerakli, masalan, mahsulot bo'yicha problema bo'ladigan bo'lsa, sponsor almashtirish yoki pul to'lash, o'shalar bo'yicha yoki shu kompaniyaga qanaqa qilib nima yangi qaydlar bo'yicha problemalaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni belgilab va zaголовкini yozasiz va сообщениеңizni yozib jo'nataverasiz. Keyingisi esa bu yerda polniy adreslar Yevropa bo'yicha va Turkiyaning ichki va tashqi joylari, Ozarbayjondagi polni chiqazib berilgan. Hozircha shular. Yana bir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu video ostida qoldirsanglar, qolganini yana doskональный qilib tushuntirib beraman.